Qashqarlar makonidagi Po'lat Alamdar, aktyor Nejati Shashmasning hayot va ijod yo'liga birgalikda nazar tashlaymiz. Tomoshabinlarga Qashqarlar makoni serialidagi Po'lat Alamdar obrazi orqali tanilgan mashhur turk aktyori Nejati Shashmas 1971-yil 15-dekabr sanasida Turkiyaning Harput shahrida tavallud topgan. Aktyorning to'liq ismi Muhammad Nejati Shashmas. U Zaza millatiga mansub Abdulqodir Shashmas va Sohil Shashmas oilasida to'ng'ich farzand bo'lib tug'ilgan. Uning oilada Raji va Zubayr ismli ikki ukasi bor. Aktyorning haqiqiy mutaxassisligi turizm bo'lib, boshlang'ich va o'rta ta'limni tugatgan. Oliygohga kirishga urinib ko'rgan qahramonimiz imtihonlardan o'ta olmagach, dastlab Kanadaga, so'ng Amerika Qo'shma Shtatlariga ishlash uchun ketgan. 6 yillik musofirlikdan so'ng u AQShda ishlash va yashash uchun ruxsatnoma, ya'ni yashil kartani qo'lga kiritgan. 2001-yil oila a'zolarini ko'rish uchun Turkiyaga qaytgan Nejati o'sha yil sentyabr oyida AQShda sodir bo'lgan terroristik hujumlar sabab Amerikaga qaytib keta olmagan. Bu voqeadan keyin uning oila a'zolari bo'lajak aktyorni Amerikaga ketish fikridan qaytarish ko'ringan. Keyinchalik Nejati Shashmas Ukrainada bir muddat ishlagan va yana Turkiyaga qaytgan. O'z yurtiga qaytib kelgach, Anqara shahrida sug'urta agentligini tashkil etgan. O'z bizneslari bilan band bo'lib yurgan bir vaqtda u tasodifan ukasi Raji Shashmas orqali kinorejissyor Osman Sinov bilan suhbatlashib qoladi. Osman Sinov bu suhbatdan biroz vaqt o'tgach, Nejatiga yangi serial ustida ish boshlaganini, bosh rolda aynan uni ko'rayotganini aytib, serialda suratga tushish taklifini bildiradi. Avvaliga o'ylab ko'rishini aytgan Nejati bir oy o'tgach, rejissyorga suratga tushishga rozi ekanligini bildiradi. Shu tariqa aktyorlik bo'yicha hech qanday ma'lumotga ega bo'lmagan Nejati Shashmas ilk bor Qashqarlar makoni teleserialida bosh qahramon Po'lat Alamdar rolini ijro etadi. Ushbu rol uning hayotini butunlay o'zgartirib yuboradi. Aynan shu roli orqali u aktyor sifatida butun dunyoga tanildi va millionlab muxlislar orttirdi. Nejati o'z ismi bilan emas, balki o'zi ijro etgan qahramon Po'lat Alamdar ismi bilan mashhur bo'ldi. 2003-yilda suratga olish ishlari boshlangan Qashqarlar makoni seriali uzoq yillar davom etdi. Ushbu serialda Nejati Shashmas nafaqat aktyor, balki serial prodyuseri sifatida ham ishladi. Bundan tashqari aktyorning ukalari Raji va Zubayr Shashmatlar ham bir aktyor, operator sifatida ushbu serialda ishtirok etishdi. Aktyor Qashqarlar makoni serialida uzoq yillar suratga tushgani sabab faoliyati davomida boshqa film va seriallarda deyarli ishtirok etmagan. Aktyorning shaxsiy hayoti. Nejati Shashmas 2012-yilda Nagihan Qashqchi bilan oila qurgan. Bu juftlik 2019-yilga kelib ajrashishga qaror qilishgan. Ularning ajrashishi bilan bog'liq ish bir necha yil davom etgan va 2021-yilga kelib rasman ularning nikohi bekor qilingan. Aktyorning hozirda 2 o'g'il farzandi bor. Bugungi kunda 54 yoshdagi Nejati Shashmas o'zining qurilish va turizm sohalaridagi bizneslarini faol yuritib kelmoqda. Bundan tashqari uning turli sohalarda yirik investitsiyalari ham bor.